terma jamoamizga omad tilagan holda keyingi yangiliklarda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr va salomat bo'ling. Hammamizning kechmidik. Har bir xalqimiz, har bir inson, O'zbekistonlik inson har xil sohadan duoda bo'ldi. Har kuni yozishdi. Juda bizni qo'llashdi. O'shaning uchun bizga bu katta kuch berdi. Har bir o'yinda hammamizga muborak bo'lsin. Bu hammamizning g'alabamiz. Rahmat. Hayitli bo'ldi. Xudoga shukr. Dunyo muddasidan chiqdik. Rahmat aka, butun xalqimiz hozir mana shu ko'z yosh bilan qarab turamiz. Chempionlar gap yo'q. Xudo xohlasa jahon chempionatida ham zo'r natija qilamiz inshaalloh.